hayotda sizni ko'rmaganman. Siz men bilan tanishmas. Shunaqa. Siz ham birinchi ko'rishingiz mani. Men ham birinchi ko'rishim, ammo shu kasallik tuzalsin deb bordim men ham, qatlaga bordim. Lekin shifo topmadim. Men bu apparatingizni ko'rib, men buni men shuncha telefon titkilab bunaqa narsa ko'rmadim hali. Haqiqat mana ko'rdim apparatlarni, mana qizlarim ishlayotgan hammadan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Kelganimdan ancha yaxshiman. Xudoga shukr, devor ham ishlamayapman. 10 kunda telefonda o'zimning sinfdoshlarim bor, gruppalarim bor. Hammasiga shularga hammasiga aytdim. Qatiylar orasi belinglar boshqa. Kelinglar mana shu judayam men ko'rdim, o'tdim shu apparatlarni, oldim lecheniasini. Judayam yaxshi ekan. Kasallik haqida ma'lumot bo'lmasa, uni odam yengish qiyin bo'ladi-da. Joni olib kelgan bu yerga. O'ynagani, dam olgani kelmagan. Hamma ham shifo izlab kelgan. Hamma ham o'sha shirin so'z, doktori shirin so'z bilan bemorga nima kerak? Shirin so'z bilan o'sha eng kerak qiladigan lecheniasi kerak. Bo'ldi.